hozirgi kunda 130 dan ortiq kishi xodimlar ish yuritadi. Respublikamiz 8 ta viloyati bilan hamkorlik ishlari olib boryapmiz. 4 ta xorijiy kompaniya bilan hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgan. Yildan yilga gaz, elektr energiya talab ortayotganligi sababli jamiyatimiz ham gaz tejamkor uskunalarini olib kiryapti. Turkiya bilan hamkorlikda hozir birinchi etap qo'yilgan. Ikkinchi etapimiz ham kirib kelyapti. Nasib bo'lsa 3-chorakda ishga qo'shamiz. Biz hozirgi kunda Turkiyaning Hisarmak kompaniyasi bilan hamkorlik ishlarini olib boryapmiz. Birinchi bosqich qo'shilgan. Gazni ancha bu Hisarmak texnologiyasi orqali qo'yilgan bu qozonimizdan gazni ancha isloh qilyapmiz, tejayapmiz bir 35% ga. Ikkinchi etapimizda xudo xolasa 3-kvartalga ishga tushiramiz. Bu o'sha pechnoy yoqilg'i, neft mahsulotidan olinadigan pechnoy yoqilg'i bilan ishlaydi. Muqobil gazdan qisman uzilamiz. O'rtacha bir 70% ga gazni tejaymiz.